Ben bayanınızı bu kodni yazıştıranda yazıp boğaça rekord qilish unutib qolibmiz. Qaytadan hozir rekord qildim. Hozir shunga azroq mazmunni qaytadan tushuntirayotgan buni qaytadan bir qatim yana bir tushuntirish to'g'ri keldi. Okay. Bizningki topshiriqninki requirement'i mana shu. Ya'ni annual salary'ni kirgizdi, maoshni kirgizdi va uningki o'zininki single mu yoki married mu relationship amirasini kirgizgandan keyin agar single bo'lsa 32 mingdan tuya maash olsa 10%, yuqori olsa 25%, agar to'y qilgan bo'lsa 64 mingdan tuya olsa 10%, yuqori olsa 25% boj to'laydi va shularni besib chiqarib turgan. Endi hozir biz yozganda ya'ni biz dastlabdan o'ylashib annual salary'ni string qurishni qaror qildik, o'ylashdik. String normalde maaş degan son bo'ldi. Integer yoki boolean, integer yoki bo'lmasa nima double yoki bo'lmasa nima float qilsak bo'ladi deya. Ammo biz agar annual salary maoshingiz qancha desa, Ahmet ya Samat deb yozib qolmasin deb shunga, ya'ni crash bo'lib ketib qolmasin deb, uning bir xatolik uchun chiqib turish uchun shuni string qildik ma'ni. Endi men statusni qurib oldik miyaga, ikkilisini men birinchi qurda. Andan keyin scanner input bu scannerdan birini qurib oldik, ismi new scanner input bo'ldi. Andan keyin ma'ni kirgizdik, ma'ni bilan annual salary'ga bir ta qimmat urdigan bir knopkasini kirgizgan buyruq berdik. Ma'nida status qildirgan qildik. Shuni bilan andan keyin savodashlarning taklif fikriga asosan hem switch case'ni hem if else'ni tang mush kodning ichida tang ishlatishni o'ylashib shunga switch case'ni status ishlatdik. Agarda misol to'y qilgan bo'lsa bir xil, single bo'lsa ham bir xil, agarda boshqacha bir narsalarni kirgizib qolsa bundoq relationship'ingizni to'g'ri kirgizing degan bir narsa chiqsin deb qildik. Andan keyin endi men switch case'da switch'niki statusga biz bu yerda statusga ma'nosini birdan qilgan va buningki nereden tushib ketay? Ha bo'ldi. Ma'qul. Andan keyin bu kirgizgan statusning xetini agar cho'ng kirgizib qo'yib qolsa deb, xilma-xil cho'ng shaklda, cho'ng x bas kirgizib qo'yib qolsa deb, men lower case qilib qo'ydik ki shuning bilan aniki bu miyadagi single yoki miyadagi married degan kichik harflar bilan selishtira olaylik deb. Shu sababli men lower case qo'ydik. Ana miyada yana nimishqa string deb yozmadinglar desa, chunki biz miyada allabirun string deb qurib bo'lgan va buning hech qanday qiymatini bermagan. Shu sababdan miyada faqat qiymat berishlam qadimiy bu. Qaytadan deklar qilishingiz yo'q. Andan keyin single agarda dedik case, agar single bo'lgan case'da 5'da biz bu annual salary'ni bir qatim tekshirib bu nomerlikmi, ya'ni sonmi, son emasmi deganni qildik. Agar son bo'lsa, u chaqda ananki double'ga aylantirgan qildik. Agarda biz bu yerda numerik deb tekshirmay turib biz buni double deb bu annual salary d ga o'zgartirma desak xato chiqadi, chunki bu chaqda bu annual salary ga Ahmet ya Samat deb kirgizib qo'ygan xatni double ga o'zgartirma desak, u chaqda crash bo'lib ketadi sistema. Shu sababdan 5 da biz numerik deganni silish nim qoldik. Tekshirib oldik, numerikmi, numerik emasmi deb. Okay, endi annual salary agar 32 mingdan tuvan yoki bo'lmasa 0 dan ham 0 dan cho'ng bo'lsa, 0 ga teng yoki bo'lmasa, ya'ni 32 mingdan kichik bo'lsa degan gap. Bu shunaqa ahvolatida bu joyda 10%lik 10%lik hisoblashni yapib qolsin va chekning keyindagi ikki xonani yapib qolsin oxirdagi natijadan. Dedik, ananki agar 32 mingdan cho'ng qilib qolsa annual salary d u chaqda 25% hisoblasin va chekning keyin ikki xonani yapib qolsin. Agarda biz o'z ko'nglimiz bilan, ya'ni agar manfiy son bo'lib qolsa deganni o'ylashgandik. Ammo chatoqli nima desa, iz numerik degan narsa bu yerda manfiy sonni yoki bo'lmasa kasr sonni son deb turmaydi. Ma string utilsini kimsa nima shunday yozdi yo'qmayman, xatolashdimi yoki o'ylashmadimi yo boshqa manfiy son va kasr sonlarni tunuygan boshqa bir metodlar yoki klasslar bormi, ya'ni o'qimadim. Ishqib bu hech bir manfiy songa kirib qo'ymadi. Manfiy son agar biz bu yerda manfiy sonni kirgizib qo'ysak, ma'noga
manfisan kirgizib qo'ysak, buni numerik deb tunmay, biroq ham else chekirib please enter a number deb chiqib oldi. Okay. Endi bu birinchi case tugdim ya-da. Endi ikkinchi case kirdik. Married. Agarda bizning kirgizgan xatimiz mush married bilan mayli biz bu yerda cho'ng kichik harf kirgizaylik, lekin married degan harflar o'xshash harflar bo'lsa, ayolki to lower case orqali bu kichik harf bo'lib ketadi va married bilan selishtirdi. Agar mush marriedlar o'xshash bo'lsa, u chaqda ma'no chekirdi. If and the string utils yani o'xshash, ma'ni bayatini tushundirgan, ma'nolarni double qilib, ma'nolarni selishtirib degandak, qadamlarning hammasi o'xshash, ustidagi qadam bilan shunlar amdi gap miyad mavu switch case'ning yan bir tanasi default deb bor. Default yine agarda string kirgizmiz as single deb kirgizdik deyli yoki married deb kirgizdik, bu yerga siz o'zingizning relationshipni kirgizing desa amat ya samat yoki san kirgizib qo'y deylik, kirgizib qo'ygan ahvolasida default deb shundan bundan chiqartirdik. Please enter your relationship correct deb yozib qo'ydik. Shundan topshiriq tugidi. Amaliyotda bizning topshiriqninki nimasi requirementda ma'nosini debtga ma'ni you need to print out the annual salary, tax filing status, tax percentage and total tax on the debtga consul debtga. Ya'ni biz bir nechta narsani tan chiqarib turishimiz kerak. Biz ham bu yerda faqat taxni ham chiqarib berdik. Biz xohlasak bu yerga boshqa narsalarni qilib qo'ysak bo'ldi. Misol annual salary'sini your high, misol your annual salary is deb yozib annual salary siziqlatib qo'y is deb miyaga bu annual salary balkim percent kasırsan yazsa bo'lmaydi-ku, kasırsanni tunimidi nomer deb shuni biz bunga percent yozsak bo'laverdi. Percent yozsak no double t bu percent bunga f yozishim kerak ekan. Okay. Miyaga men backslash n qo'yay. Ma qurni yezib bo'lgandan keyin la backslash n olib ketsin va bu narsaning qiymati nima? Annual salary bo'ldi. Annual salary D bo'ldi, to'g'ri. D. Buning bir tal pesh qo'yma. Demak, ma'noning qiymatini bir bo'ldim. Andan keyin ikkinchisi pay person no tax filing status. Okay. Ma'noga hamda qancha persentlik nima persent bir qancha persentlik nimani tax to'laganligini. You must pay ma'noga miyaga percent yani percent s miyaga must pay 25% deb yozib bersak bo'lgan o'rasi to'g'ri. Xat deblam xat chilablam yozib bersak bir xatolik chiqib qoldi. Percent ishlaydi. Okay. To'xtanglar, bu yerga bunda qilsak-chi misol. Liqi bir undamidi? No. Undami? Unda bir narsa bor. Mana 2% yozsam-chi. Bu yana bo'lmaykan. Yakum misol. Percent deb yozinglar. To'xtab turinglar. Unda yozsam aniq bo'ldi. Men ma'ni bir ishlatib boqay. Sal jahilroq mijozim borchi meni. Hatırlam yaga, unda qilib boqay. Bu yana ishlamidimi? Okay. No. Men yaga ma'ni yozmoqchi emasdim. Bu yana ishlamadi. Okay. Tamam desem. Mush bet bo'laversin. Double quotation o'rnini buzib o'tdinglar. To'xtanglar, mening maqsadim miyaga yozishdi, miyaga ma'nosini to'xtatib turinglar. Ma'ni bunda yozib mayada single quotation bo'ldi. Anondan keyin percentni maya double quotation ichiga ilish. To'g'ri yozimmi? Okay. Tamam, javob ishlamayapti bu.
Okay. Tamam. Yani double quotation. Yani double quotation. Ana single quotation üçürtey. Birisini ha. Bunda yazıp ananki miyagi mani qilib mani üçürtib percent manada nima percent deb yozib percent deb yozib bunda xatchlab demoqchi o'shnami shunaqa Siz rekord qilib qo'ydinglarmi hozir? rekord qotma Ha? rekord qotma bunda deb yozib ananki buning keyiniga ananki percentage yozib bo'ldik total tax total tax bo'ldi percentage mana mushu hisobda bir nima bo'ldi-ku hisobda qancha persent nimani to'layganligini yo qancha pul to'layganligini ifodalagan bir gap bo'ldi shu. Okey. Mush narsani ostidagi qurlarga yozsak bo'ldi degan gap. To'g'rimi shu? Miyaga annual salary no D deb yozib mandaq qilamiz. Okey. Taqlasak maning mayagimo ma was 10% miyaga annual salary D pesh miyaga annual salary D pesh dada yozib mani 25% bo'ldi. Shuna bo'lsa hisobda nima desa so'rig'indak hozir agar 32 ming tuvan bo'lsa dedik mani bespasun va buning ichida ozroq hisoblashlar bor. Bu yerda 10% ni ko'paytirgan degandek. Mayadiki ma F qa keldigani annual salary shu D double bo'lgan uchun men buni float qilib berdim. Float qilganda ana kimyoviy chekit qo'yib ikki xonni sinab beray. Bu yerga ikki xonni qo'yay. Bu bir bo'lsin. Aniki ma'nomi 10% ningmi buning ikki xonasini olib berdim va miyaga oldiga 25% 10% degan yozib qo'ydim. Ma faqat xat miyadiksi. Okey. Shu hisobda faqat miyada bir tal quratlaydi. Undan keyin agarda miyada nomerlik narsalarni kirgizmagan holatda nomer kirgizgan deb chiqadigan qildik. Ya'ni ma else ma if ninki miyadagi ma ichidagi else la ma u ya'ni annual salary nomer emasmi degan narsa ninki else ma u mala qancha maash oldi degandan-ki if va else mala andan keyin ma satidiksi switch case. Yani biz hozir qanaqa qildik desanglar switch case deb switch case ni ishlatib buningda relationship ni yani status ni qildik. Status qilib andan keyin buningki ichidagi bunda narsaning ichiga biz bu yerga andan keyin iflarni ishlatdik. Iflarni ishlatib beshida bir numerikmi yani is numeric degani ishlatdik. Agar ma true bo'lsa andan keyin bu yerda if deb andan keyin maashi misol annual annual salary 32 mingdan cho'ngmi kichik deganda bunda qoldik. Agarda buningga andan keyin bir narsa besib berdik, bundaq andan keyin else if deb yozib andan keyin agar buning nimasi ma gap agar 32 mingdan cho'ng bo'lib qolsa deganni qildik. Uningda ana keyin bir tal narsa yozib berdik miyaga. Yani hisoblab berdik-ku, mancha pul baş to'laysiz taraq turuq degan gapni. Andan keyin agarda mavu ma'no tirnog'i miyada. Okey. Bunda bo'lsin. Okey, ma'lumda ma'no tirnog'i ma bo'ldi. Endi demak else if yani
is numerik bo'lmasin masalan mana is numerik bo'lmagan ahvol ostida nima ish qilib bersin deganga andan keyin print qilgan qildik. Print qilib bir nomer kirgizgin dedik bu yerga. Men tushunatsizlar mana bu nimani. Endi malning hammani case ni yozmoqman bu yerga. Case single single da mani ijro qildik. Endi case da yana birisiga case married da aniki yana bir tanesini ijro qildik da. Alo? Married bo'lsa, ani boshqa bir narsani bunga aniki yana o'xshash mundaq numerikmi, numerik emasmi, qancha puldan yuqori tuvan degan narsani hammani hisoblab turib qildik. Aniki men married bo'lmagan ahvollarda miyadagi narsani yozmadim hozir. Bunda bir tal narsa bor. Aniki miyaga default deb yozib aniki buning keyiniga aniki relationship'ingizni to'g'ri kirgizing dedik. Ya'ni qaranglar, miyadan boshlab switch case narsasi bor miyada. Miyada birisi bor, ma default mu switch case'niki aniki mana switch case'ning case'ning ichiga aniki ma maoshlarniki qaysi doirada ekanligini bildirganga biz bu yerga else iflarni ishlatdik. Faqat mishada aniki ishlatdik else iflarni. Bu married mi emasmi deganga switch case maoshning doirasini chiqarganga hisoblaganga if shuni ishlatdik. Okay. Tushunishib bo'lgandi hamda. Ha, tushunishib bo'ldi. Okay. Bundan so'ng nimani to'xtatdik?